Keksalarni e'zozlash, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat sanaladi. Ularning ancha yillik tajriba va pand-nasihatlari ayni paytda ish faoliyatini amalga oshirayotgan va tahsil olayotgan yoshlarga qo'l keladi. Yangiariqlik mehnat faxriysi Qurvonjon Xudoynazarova hozir 97 yoshda. Muxbirimiz tayyorlagan teleocherik mo'tabar yoshdagi onaxon haqida. Inson yoshi ulg'aygani sayin hayotga nisbatan qarashlari o'zgaradi. Tajriba orttiradi, har qanday vaziyatdan to'g'ri xulosa chiqarishga urinadi. Boshqalarni ham halol va mehnatkash bo'lishga undaydi. Yangiariqlik Qurvonjon Xudoynazarova ham hayot past-balandini ko'rgan, davr qiyinchiliklarini boshdan kechirgan. Ayni paytda u 97 yoshda. İki ekem uruçta kaldı balam. O yaşımdan bana istedim. 200 kilodan paktat yedim. 97'me girdim. Toylara balamam. İstedi gelince onlara ben. Hemen vacip balam. Bir bu yaktı yaşab oturtma. Ayaning hikoyasi ana shunday mazmunga ega, chunki yoshligi urush davri qiyinchiliklari bilan kechgan. Og'ir turmush sharoitida yashashiga to'g'ri kelgan. Tinimsiz mehnatda umri o'tgan. Ko'p qiyinchiliklar ko'rgan opam. Şu urush davrida enasi uchun o'zim yosh vaqtidan turmushga o'zini hammasini barabarligan hayoti bo'lmagan otamiz bilan ondan keyin ikki qiz bilan ana yurtuna qaytib kelganlar. Chala qidistirsan, shuncha yaxshi yuriydi. Uyda o'tirsa, zerikadi. Men o'zimning apoykamnikine barsam olib ketaman. To'ylardan qaldırman, to'ylar olib boraman. To'ylarni ko'rsa, güç aladı. Yaşını ulug' ko'radilar. Duosini olamiz bizlar ham shuni yoshini yetkazamiz deb tilayotadilar hammasi. Bugun esa baxtli oilaning e'zozdagi nuroniysi, yaqinlarning mehridan kuch olib yashamoqda. Farzandim hayotda o'z o'rnini topdi. Nevaralar, chevaralar kamolini ko'rdim. Men baxtliman deydi onaxon. Uning hayot yo'li aslida bir kitob. Qanchadan qancha odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan, hayot qiyinchiliklarini yengib o'tgan ayol deyarli 100 yillik davomni ana shunday bosib o'tmoqda.